Meni sevgan qizimning yigitlari bor ekan, nimaga unaqa? Yursang sayoq, yeysan tayoq. Bekorga yetishmagan. Har bir insonni o'ziga o'xshagani bilan bir xil qilib Alloh juft qilib yaratdim dedi. Ya'ni sizga uchragan qiz boshqa yigitlar bilan ham gaplashayotgan bo'lsa, demak o'ylab ko'ring, nima uchun unday bo'lmoqda? Balkim siz ham bir nechasini sinovdan o'tkazayotgan bo'lishingiz mumkin. U ham sizga o'xshab bir nechasini sinovdan o'tkazmoqda. Ya'ni tanlash jarayoni ketmoqda. Bu bekorga emas. Hozirgi vaqtda ko'p eshitaman, ham qizlarda, ham yigitlarda. Qizlarga ishonch yo'q, yigitlarga ishonch yo'q. Aslida ularni o'zlariga bo'lgan ishonch yo'q. Shuning uchun ham boshqalarga ishonch bildira olmaydi va suyana olmaydi. Shuni hisobiga doim ular o'zlari tanlaganida ham ikkilanishadi. Va albatta keyin zapaska deymiz, ya'ni qo'shimchalarini qo'shib qo'yadi. Nimaga? Bu bo'lmasa unisi.